Videoga hech qanaqangi montaj qilmasdan, edit qilmasdan turib qo'yib qoldim. Video zapis qilish esimdan chiqib qoldi ekan o'sha momentda. O'yin bunaqa chiqishini bilmagandim. Buni o'shanda ekran zapis qilgandim. Mahmoq qilmabman-da. Baribir cho'tqa chiqmagan bo'lsa ham bundan keyin qaytarib zapis qilib oldim. Bilganman o'shani zapis qilib qo'yar. Ko'rayotgan bo'lsangiz oldin olib qo'ying. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamasdan ishlayaptimi?